Xuddi har qanaqa turini yeb ko'rganman, lekin nagetsligini birinchi marta tayyorlab yeb ko'rishim. Aniq bunaqasini restoranning o'zida ham tayyorlashadi. Tavamizga yog' solib, baton nonlarimizni orqa oldini qizartirib olamiz. Halol, ishonchli Bahra chikeni nagetslarini qizib turgan yog'da 7 daqiqa davomida shunaqa qip-qizil qarsildoq qilib qovurib olamiz. Endi shu joyida e'tibor bilan kuzating. Skavorotkaga sariyog', smetana, vaqt sinovidan o'tgan pyurmilkini gollandskiy pishlog'idan solamiz. 1-2 daqiqa kutmaslikdan pishloqlari shunaqa cho'zilib, ketidan jo'xori va oregano sepib, chetga olib qo'yamiz. Agar bu sousni issiqligida yesanglar, non bilan o'zini ham shunday yamlam yutib olasiz. Xuddi quruq bo'lib qolmasligi uchun aynan mix sous tayyorladim. Mix sousni pisaniyada yozib qoldiraman. Shu ketma-ketlikda nagetli xudoklarimizni yig'ib olamiz va mazasiga baho beramiz. Bugunoq siz tayyorlab ko'ring, mazasiga baho bering. Ushbu xudokni kim bilan tayyorlab yeb ko'rgan bo'lardingiz? O'sha insonga bu videoni jo'natib qo'ying. Yoqimli ishtaha.